Abduxoliq, Labbay onajon. kutilmaganga mehmonlar kelayotgan bo'ldi. Tez tayyor bo'layotgan bironta ovqat pishir. Xo'p bo'ladi onajon, hozir boplayman. Men mehmonlar uchun joy tayyorlayman. Tovuq qanotchalaridan mazali va tez tayyor bo'ladigan ovqat tayyorlaymiz. Eng avvalo ishni tovuq qanotchalarini yaxshilab yuvishdan boshlaymiz. Yuvilgan qanotchalarni tirnoq qismini olib, o'rtasidan teng 2 ga bo'lamiz. Har 1 kilogramm mahsulot uchun 15 grammdan tuz sepamiz. Keyin esa 2 grammdan kashnish urug'i, 2 grammdan ziravorlar va qirg'ichdan chiqarilgan sarimsoq solamiz. 200 gramm qizib turgan yog'ga 4 qoshiq shirin paprika solamiz va 1 daqiqa davomida paprikani qovuramiz. Yog' qizib turgan holatida sitadan o'tkazib, go'sht ustiga quyamiz. Hamma mahsulotlarni yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor marinovkani duxovka listiga solib 220 gradus issiqlikda 40 daqiqaga qoldiramiz. Roppa-rosa 40 daqiqadan keyin mazali va shirador taom tayyor. Ishoning, bu uslubda tovuq qanotchasini pishirib yesangiz, boshqa uslublarni aniq esingizdan chiqarasiz. Onajon, ovqat tayyor. Hali mehmonlar kelgan yo'q-ku. Shuni o'zimiz yeb qo'ysak bo'lmaydimi? Yomon yegim keldi-da onajon. Mehmon otangday ulug' deganlar. Sabr qil, bacham. Yashamaylik ekanda.